Babu men yetetevva fi seferi dubura salati ve qablaha. Seferde namazın keyninden ve namazın aldıda nafil namaz okumagan kişi hakkında. Yani ma farz namazlarının aldı keyinde okulduğun ravatib sünnet namazlar qarta diye vaqtdan gap ma. Şu seferde Allah Teala bizge ruhsat qilib yengilletip 4 rekatlik farz namazını 2 rekat o'qishni yo'l qo'yib belgilab berdi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom o'qib kelgan ravatib sunnatlarni o'qimasimi durust bo'ldi ekan bu safarda. Lekin bomdod namozniki 2 rekat sunnatini Payg'ambar alayhisalom safardami, hazardami tark etmagan ekan. Ma alayil berishlikdagi nuqtalarni. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر فقال الله جل ذكره استعيذ بالله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ما قرأت ما إسوة تقولون كنا bizga Yahya ibn Sulaymon so'zlab berib dediki, menga Ibn Vahib so'zlab berib dediki, menga Umar ibn Muhammad so'zlab berdiki, Hafs ibn Asim. Yani bu Hafs ibn Asim degan Umar roziyallohu anhuning nevrisi. Yani Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Hattob deyilgan. Mush Hafs ibn Asim Umarga so'zlab berib mundaq degan. İbn Umar roziyallohu anhuning jiyani o'g'li demdi, Hafs ibn Asim degan. İbn Umar roziyallohu anhuma bir muncha hamrohlar bilan safarga chiqqan ekan. Shunlar bosh tamralarniki shu safarda ketib o'tib farz namozlarni oldi keyindiki shu ravatib sunnat namozlarni o'qiganligini ko'rib, ularga sunnatni bildirib qo'yish uchun shuna degan ekan. Yani sizlar sunnat namozlarni o'qiyapsizlar. Halbuki men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqqan, birga hamsuhbat bo'lgan. Shundaq turuqliq men Rasulullahninki safarda shu yusabbihu degan shu ravatib sunnat namozlarini o'qiganligini ko'rmagan edim. Halbuki Alloh taolo bunday degan emasmi deydi. Estaizu billah. Laqad kana lakum fi rasulillah. Yani sizlar uchun Allohning payg'ambarida yaxshi ulgilar bor. Payg'ambar alayhisalom bizga yaxshi ulgi emasmi? Shu bo'yicha Rasulullahning sunnatini tutmasak bo'ladi demoqchi. İsvetun deganda İmam Asimdan boshqa 10 qarining qirotida mushtaq kelgan debdi. Lekin İmam Asim usvatun deb zamma bilan o'qigan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safarda olsun, hazarda olsun, bunlarning 2 rekat sunnatini tark etmagan ekan va yana shundaqla vitr namozini tark etmagan debdi. Hatta Payg'ambar alayhisalom safar qilib ketib o'tib, tövgüsünün üstü turupma vitr namazını okuyan ekan. Yani vitr namazına alayida ahmiyet bergan demakchi. Başka ravatib sünnet namazlarını okumagan ekan. Firman 1 hadis. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. Bizga Musaddad so'zlab berib dediki, bizga Yahya İsa ibn Hafs ibn Asimdan so'zlab berib dediki, bana dadam so'zlab berdiki, u Hafs ibn Asim ibn Umar roziyallohu anhumaning mundaq deganligini anglagan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamsuhbat bo'ldim. Yani birga safarga chiqqan. Rasululloh safarda 2 rekatga ziyod qilmagan edi. Yani 4 rekatlik farz namozlarni shu 2 rekatli o'qigan, 2 rekatni ziyod qilmagan edi. Boshqa oldi keyindiki sunnat namozlarini o'qimagan demakchi-da. Va yana shundaqla men Abu Bakr, Umar, Osman roziyallohu anhumlarga hamsuhbat bo'ldim. Ularni ashuna o'xshash safarda 2 rekatga
4 rekatlik farz namazını 2 rekatni o'qigan, undan ziyoda namoz o'qimagan edi. باب من تطوع بالسفر في غير دبر الصلوات وقبلها. Yani mabapta deydi seferde yapılma namazlarının oldu ve keyin farz namazlarınki oldu ve keyin okulgan ravatib sünnetlerden başka nafil namaz okuyan kişi hakkında yani. Hem de farz namazlarının oldu keyin okulgan peşin namaz şam, namaz hutbeninki oldu keyin okulgan ravatib sünnetlerden başka mutlak nafil namaz okusu bulan da bombamda seferde demek şimdi. Başka nafil namazlar. Mesela çaşkı namazın deyimiz, taharet ağandan keyin okulgan salatul vudu deyimiz. İşte namazlarını. Ve teheccüd namazları demesin. İşte okusu bulandı. Ve reka'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem reka'ateyl fecri fi sefer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferde bomdatın işkerken namazını, işkerken sünnetini okuyan idi. Bizge Hafs ibn Ömer söz verip dedi ki bizge Şu'be Emr ibn Murrad'ın, o İbn Abi Leyla'dın mundaq deganligini so'zlab bergan. Bizge Ummu Hani radhiyallohu anhadan boshqa hech bir kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki Payg'ambar alayhissalomni ko'rganligini xabar bermagan edi deydi. U Ummu Hani bunda zikr qilgan. U Makka fath bo'lgan yilnisi o'zining uyida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki g'usl qilganligini, ondan u Rasulullohninki 8 rakat namoz o'qiganligini zikr qilgan. Fema ra'aytuhu salla salatan akhaffa. Men Rasulullahninki shu 8 rakat namozdimi yengilroq bir namoz o'qiganligini ko'rib baxmadim. Biroq Payg'ambar alayhisalom namozni shundoq yengil o'qigan turuqliq, yana ruku sajdalarini to'liq komil holatda qilgan edi deydi. Yani Rasulullah Mekke fethi bo'lgan yilnisi mushtaqan bo'lgandan keyin bu safar ustidagi holatda. Şu sefer üstündeki halette Ummu Hani radhiyallohu anhaninki uyida g'usl qilib 8 rakat namoz o'qigan ekan. Chashka namozi. Demak, safar ustida bo'lsa, mana shunaqa davomlashtirib kelgan nafil namozlar bo'lsa, o'qish bo'ladi demoqchi. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. Bu hadisni Amir ibn Rabi'a radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekan. U shunda xabar berdi. U Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki safarda tahajjud namozi o'qiganligini ko'rgan deydi. Ulug'ning ustida turib. Shu uluqi qaysi tarafga qarab turgan bo'lsa, Rasululloh shu ash tarafga qarabla kechasi tahajjud namozi o'qiganligini ko'rgan ekan. Shundan xabar bergan deydi. As-subha degan qiyamul layl demoqchi, ha? As-subhata bil-layl degan bo'lgandan keyin shu kechadagi o'qilgan tahajjud namozlari edi. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. ابن عمر رضي الله عنهما رواية قلب مندختين رسول الله صلى الله عليه وسلم تۆگүсүнүн үстү туруп нәпил намаз окуган эди. Yüze qarğan taraf boyunca şu yüze qaysi taraf qarab turgan bolsa, şu tarafga qarabla besh bilan ishorat qilgan holatda ashta nafil namoz o'qigan edi. Ibn Umar roziyallohu anhu ashta qilgan edi. Şimdi babul cem'a fi seferi beynel mağribi vel aşa.
Ma seferde namaz okuş ahkamları bayan kılıvatıdı hadisede. Her sabahda mani muhim ahkamlar bir olaydı. Seferde namaz şembelen namaz hutbenini cemi kılış hakkında. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. Yani bizge Ali ibn Abdullah sözlep berip dedi ki, bizge Sufyan sözlep berip dedi ki, men Zuhri'nin Salim'nin dadisi Abdullah ibn Ömer razıyallahu anhumadan mundaq deganligini rivoyat qilganligini olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer seferde bek oldirish bo'lib qolsa, namoz sham bilan namoz xutbanni jami qilgan edi deydi. Peygamber alayhissalom shu safarda bek oldirish minib qolgan bo'lsa, minish bek jiddiy bo'lsa, sham bilan xutbanning orasini jami qiladi degan. Ama iza jadda bihi sayru deb ma hadisin tekstida mushtaqillik etgan ma ahkamlar muqayyad qilib qo'ygandek bilindi. Lekin mutlaq namoz shu safar ustida ikki namozni jami qilib o'qisa durust bo'ladi. Ikki namoz deganimizda masalan asr bilan namozni jami qilib o'qisa bo'lmaydi. Peshin bilan asrni jami qilib o'qisa bo'ladi, namoz bilan xutbani jami qilib o'qisa bo'ladi. İki namozni yo jam'i taqdim qilib yoki jam'i ta'xir qilib. وقال إبراهيم بن تحمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. İbrahim İbn Tahman Hüseyin el-Muallim'din. O Yahya İbn Abi Kesir'din. O İkreme'din. O İbn Abbas radıyallahu anhuma'dın mundaq deganligini rivoyat qilib mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshin bilan asrni jami qiladi. Agar minayotgan holati bo'lsa, ya'ni bir yerga tushkin qilmay, minib ketayotgan edi. Safarda bir yerga tushkin qilmay, minayotgan holatda demoqchi. Ve namaz bilen namaz xutlarını cemi kılattı degan. Ma'nisimi iza kana ala zahri seyrin degan ibaret ma ve ahvalni ma'lum bir holatga muqayyad qilib qo'ygandek bilindimdi. Lekin shundaqmi? Boshqa hadislarga binoan chiqilgan ahkamlarga asosan mutlaq holatda shu safar ustida namozni qasr qilib o'qigan holat bo'lsa, ama şu iki namazını mesela cemi kılıp okusu bulunur deyip tabi. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. ما نستمع أنس بن مالك رضي الله عنه مدختيا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferde namaz şamelen namaz hutbelerini cemi kılıp okuyan idi deydi. Bu hadisini Ali ibn Mübarek ve Harb Yahya Hafs'din Enes'din muşunun okşaş rivayet kılgan. Tabi'a degan müşahidesinin okşaşını rivayet kılganı meşhemdi. Cema'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deb müştaq rivayet kılgan ki. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. Ömrü seferde namaz şemeden xutlarını cemi kılıp okusu buldu dokundu. Mesela cemi kılıp okunan halette ezan eytamdı ya ki tekbir eytamdı deydi. Yani hel yu'ezzinu ev yuqimu degan ma ibareti dikkat kılaydı. Ezan eytamdı ya ki tekbir eytamdı. Ev degan ibaret ma muhim yedi. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من دختيان
Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni safarda agar jiddiy minib qolsa, namoz shamni kechiktirib, bu namoz sham bilan xuttanni jami qilib o'qiganligini ko'rdim. Bu İbn Ömer radhiyallohu anhu'nun o'g'li Salim mundoq degan. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma umumu shunday qiladi. Agar shu minish jiddiy bo'lib qolsa, jiddiy holatda minib qolgan bo'lsa safarda va namoz shamga takbir aytadi. Ve namoz shamni 3 rakat o'qiydi, ondan salom beradi. Ondan birdan bir oz turib olibla xutbanga takbir aytadi, ana xutbani 2 rakat o'qiydi. Ya'ni jam'i ta'xir qilib o'qigan gapda men xutbaning namoziga vaqtiga surib, shu xutba namozi vaqtida 2 namoz o'qigan gapimdi. Ondan salom beradi. Va la yusabbihu baynahuma bi rak'atin. Bu 2 namozning orasida hech bir rakat namoz o'qimaydi, nafil namoz o'qimagan deydi. Namoz shamni sunnatini o'qimagan demak ekan. Va xutbadan keyinmi hech bir sajda, ya'ni bir rakat namoz o'qimagan edi. Xutbaning sunnatini o'qimagan demak ekan. Hatta salatul vitrni shu kechada o'qib o'qigan ekan. Hatta yaquma min jawfil layl degani shu yarim kecha o'qigan chaqda o'rnidan turib, o'rin turgan qadar xutbadan keyin boshqa namoz o'qimagan deydi. حدثنا إسحاق وحدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. أنس رضي الله عنه حفص بن عبيد الله بن أنس كان من رسول يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم safarda shu 2 namozni, namoz sham bilan namoz xutbanni jami qilib o'qigan edi deydi. Yine bu ahkamlarni hammasininkki shu hadisda dalil bormi? Endi babu yuakhiru zuhra ila al-asr idza irtahala qabla an tazigha ash-shamsu. Endi kun chimqichi bo'lib g'arb tarafga ozroq moyil bo'lishdan ilgari safar qilgan bo'lsa, ya'ni tushdan burun deydi, tushdan burun safar qilgan bo'lsa, peshinni asrga kechiktirganlik haqida. Bu vaqtda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilgan. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. أنس بن مالك رضي الله عنه رواية قلب من ضغطين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kun zayil bo'lishdan ilgari safarga otlangan bo'lsa, peshinni asrning vaqtiga kechiktiribdi. Ondan bu 2 namozni jami qilib o'qiydi. Agar kun zayil bo'lib qolgandan keyin, ya'ni peshinning vaqti kirgandan keyin deydi, safarga otlangan bo'lsa, peshinni o'qib, ondan ulqiga minatdi, safarga otlanadi. Peshinning vaqti kirib qolgandan keyin, peshinning vaqti kirib qolgan ekan, o chaqda shu peshinni o'qib, undan keyin safarga chiqgan ekan. Babu idza tahala ba'dama zaghat ash-shamsu salla az-zuhra thumma rakib. Mababda deydi, kun zayil bo'lib qolgandan keyin safarga otlanmoqchi bo'lsa, peshinni o'qib, ondan uloqqa minganlik haqida demek. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. أنس بن مالك رضي الله عنه رواية قلب من ضغطين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر كن زايد بولشتين إلغيره سفرگه أطلانسا سفرگه otlangan bo'lsa, peshinni asrning vaqtiga kechiktiradi. Ondan ulug'idan tushib, bu 2 namozni jami qilib o'qatdi. Agar kun zoyil bo'lib qolgandan keyin
Rasululloh safarga atlanishdan ilgari kun zoyilib bo'lgan bo'lsa, chimki tushib kun g'arb tarafga qizib bo'lgan chaq bo'lsa, peshinni o'qilib, undan uyquga minatdi deb rivoyat qilgan. Endi ma yuqorida biz o'qigan hadislarga binoan safar qilmoqchi bo'lgan kishiga belgilangan bir qator sunnatlar o'qib o'tganmiz. Bu sunnatlar qaysi desa, musofir kishi peshin bilan asrni yoki namoz bilan xuttanni mush ikki namozniki birisini vaqtida rad tartib bo'yicha o'qishi sunnat bo'ladi deydi. Agar u odam shu safarga otlanib qoldi, safar qilib o'tib bir yerga tushgan qon bo'lsa, o'ziga eng qolay o'g'inni qilsa bo'ldi ekanimdi. Yoki jam'iy taqdim qilamdi, yoki jam'iy ta'xir qilamdi, qosini qilsa bo'ladi demashimdi. Agar bir yerga tushgan qilmay shu safarda minib ketyapti-demdi. Minib ketayotgan holatda bo'lsa, u odamga nisbatan sunnat ahvol qaysi desa, agar kash vaqt safar qilibdi. U odam safarga otlanishdan ilgari kun o'tirib bo'lgan bo'lsa, o chaqda namoz shamni safarga otlanishdan ilgari kun o'tirgan bo'lsa, namoz sham bilan xutbani jam'iy taqdim qilib o'qish sunnat debdi. Agar kun o'tirishdan ilgari safar qilgan bo'lsa, o chaqda namoz shamni xutbani vaqtida kechiktirib jam'iy ta'xir qilib o'qishi sunnat deydi. Ya'ni kun o'tirishdan ilgari safarga otlanibsiz. Unda bo'lsa, shu safaringizni yo'lingizni davomlashtirib, xutbani vaqti bo'lgan chaqda jam'iy ta'xir qilib ikki namozni birlashtirib o'qisangiz sunnat bo'ladi, sunnat loyiq bo'ladi demoqchi. Endi peshin bilan asrga kelsak, bir odam safarga otlanishdan ilgari kun zoyil bo'lgan bo'lsa, ya'ni peshin vaqti kirib bo'lgan bo'lsa, u chaqda peshin bilan asrni jam'iy taqdim qilib o'qish sunnat deydi. Agar kun zoyil bo'lishdan ilgari safarga otlangan bo'lsa, u chaqda peshinni asrni vaqtida kechiktirib, ikki namozni jam'iy ta'xir qilib o'qisa sunnatga loyiq bo'ladi deyilibdi. Endi bu odamning dalillari biz yuqorida o'qib o'tgan hadislar shu. Bu hadislar dalil. Undan boshqa bir kishi haj faoliyatlar jarayonida bo'lsa, Arafatda peshin bilan asrni jam'iy taqdim qilib, jam'iy qilib, qasr qilib o'qiymiz. Mushtaq qilish sunnat endi. Muzdalifada namoz bilan xutbani jam'iy ta'xir qilib, qasr qilib bunda o'qiymiz. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qilgan. Endi musofir kishiga vojib bo'lgan ishlarning birisi, agar qolay bo'lib qolsa, jamoat bo'lib namoz o'qishi vojib bo'ladi debdi. Musofirlarga. Hattoki musofirlarga agar qolay bo'lib qolsa, namozni jamoat bo'lib o'qishi vojib ekan. Sen musofir bo'lgan bizdek mundaq muqimmat kishilarga jamoat bo'lib namoz o'qish texnik ta'kidlanadi. Agar qolay bo'lmay qolsa, shu safar ustidagilar o'zlari yolg'iz holatda namoz o'qisa durust bo'ladi deydi. Shuningdek, namozni aeroplanda, paraxotda, poyezdda o'rtagan holatda o'qiydi ekanmiz. Agar o'rtirish qodiri bo'lsak, o'rtirib o'qiymiz. O'rtirish qodiri bo'lmay qolsak, o'tirib o'qiydi ekanmiz. Agar uni ham qodiri olmasak, ruku sajdani ishora qilib o'qisak bo'ladi debdi. Lekin farz namozni qiblaga yuzlangan holatda o'qish kerak ekan. Shundaqla agar yolg'iz bo'lsa-mi, bir odam safar ustida yolg'iz bo'lsa-mi, namozlarga azon aytib, takbir aytib bunday o'qish sunnat deydi. Biz bilib olgan yana bir hukm, musofir kishi ulug'ning ustida turiblar nafil namoz o'qiyversa bo'ladi ekan. Bu sunnatga loyiq deydi. Agar qolay bo'lib qolsa, takbiratul ihromda namozga takbir tushirgan vaqtda qiblaga yuzlanib turib takbir tushirish bu sunnat debdi. Agar qolay bo'lmay qolsa, qibla tarafga qaramay qolsa-mi, qaysi tarafga qarab o'qish bo'laveradi deydi. Nafil namoz qarab deydi o'qigan ekan. Nafil namozga. Lekin farz namozni cho'qim uloqdan tushib yoki mashinadan tushib shu qibla tarafga qarab turib o'qiymiz. Shundaqla biz bilib olgan yana bir muhim hukm,
safarga kunduzning avvalda chiqish, kunduzninki avval taraflarda safarga otnish sunnat bo'ladi deydi. Va yana agar qolib qolsa payshanba kunisi safarga chiqmoqchi bo'lgan odam payshanba kunisi safarga chiqishi mustahab ekan. O'zi yolg'iz safar qilmasligi mustahab deydi. Agar safarga chiqqanlar 3 yoki undan ortiq kishi bo'lib qolsa, o'zlariga bir kishini amr qilib saylishi bu mustahab bo'ladi debdi. Buni biz bilib olgan safar va musofirga aloqador ahkomlar. Endi babu salatul qoida. O'tirib namoz o'quvchi o'tirgan kishiningki namoz haqida deydi. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. Ayşe radıyallahu anha rivayet kılıp mındak degan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrıp qalgan holatda, ya'ni ki shakin degan shakadan chiqqan ism fa'ilimdi. Yine ağrıp qalgan, kesilib qalgan holatda o'zining uyida namoz o'qidi. Namozni o'tirgan holatda o'qidi. Rasulullahning orqasida cemaatle örtüğün halatı namaz okudu. Ondan Resulullah ulağa oturunlar dep işaret kıldı. Oturup okunlar dep işaret kıldı. Felemmen sarafa. Resulullah namazı okup okan çağda mıdak dedi. Hakikaten imam onunla iktida kılınışı için belgelengen. Şunlaşka imam ruku kılsa ruku kılınlar. Eğer imam rukunun beşini götürse beşinleri götürünler dep şuna dedi. Ama ben destekki çağda başta boğanken keyin muqimdalgan hukmda agar imom o'tirib namoz o'qisa, keyingi jamoatda shu o'tirib namoz o'qish kerak ekan. Keyin muqimdalgan hukm shu. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılıp mındak diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atın yıkılıp düştü. Şununla Resulullah'ınki onun tarafı azrak sürkülüp gitti. Sürkülüp cerahatlandı. Biz Resulullah'ı yoklap Resulullah'ın yanına kirdik. Resulullah'ın yanına kirgan vaktimizde namazda vakti olup qalgan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturgan halette namaz okudu. Biz mi oturgan halette namaz okuduk. Ve Resulullah mındak dedi. İnnemâ cu'alel imâmu liyu'temme bih. Hakikaten imam onunla iktida kılınış için belgilendi. Allah Teala işte belgilep bergen. Şunlarga eğer imam tekbir etse İslam'ı tekbir etenler, eğer imam ruku kılsa İslam'ı ruku kılınlar, eğer imam ruku'dan beşini götürse İslam'ı ruku'dan beşini götürünler. Rafa'da mutahyat degendikin ruku'dan beşini götürse İslam'ı ruku'dan beşini götürünler, secdenin beşini götürse İslam'ı secdenin beşini götürünler diyen gepimdi bu. Eğer imam Semiallahu limen hamideh dese sizler Rabbena ve lekel hamd de müştakdanlar degendi. Malislerden biz bilip algan hüküm oturup namaz okuyan adam eğer imam aşda oturup namaz okuyan anlatı bakkan olsa kendi o imam oturup namaz okuyuverse kendi cemaate onun ihtiyacı buluduğu demekçimdi. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبيه قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال
حدثني عمران بن حسين وكان مبسولا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. Bizga Ishoq ibn Mansur so'zlab berib dediki, bizga Ravh ibn Ubada xabar berdiki, bizga Husayn Abdullah ibn Buraydadan, u Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan bunda xabar bergan. U Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bunda so'ragan. Va bizga Ishoq xabar berib dediki, bizga Abdus Samad xabar berib dediki, men dadamning mundaq deganligini anladim. Bizga Husayn ibn Buraydaning mundaq deganligini so'zlab bergan. Menga Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu so'zlab berib mundaq degan. Bu Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu mabsur qolgan ekan. Mabsur degan bavasir degan gapni qavziyat. Uyg'ur tilida bavasir kesilib qopti degan gap bor edi. Mabsur qavziyat bo'lib qolgan demak ekan. Bavasir kesilib. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o'ltirgan holatda, ya'ni bir kishining o'ltirgan holatda o'qigan namoz haqida so'ragan edim. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem mundaq dedi. Agar o'rtirgan holat namoz o'qisa, u afzal. O'rtiladigan holatda bo'lsa, chuqur shu o'rtirib namoz o'qisa afzal bo'ladi demoqchimdi. Agar o'rtig'idek holatda bo'lmasa amal yo'q endi. Kimiki o'ltirgan holatda namoz o'qigan bo'lsa, uning uchun o'rtib o'quvchininki ajrining yarmi bo'ladi. Va man salla naiman. Kimiki uxlagan holatda namoz o'qigan bo'lsa, ya'ni ishora qilib namoz o'qigan bo'lsa, demoqchimdi. Uning uchun o'ltirib namoz o'quvchininki ajrining yarmi bo'ladi. O'ltirib namoz o'qigan kishiga berilgan ajrninki yarim ajridek savobga erishadi demoqchimdi. ومن صلى نائما degan مضطجعا على جنبه على هيئة النائم يمكن أو مستلقيا على ظهره diyor. Yeniç yetib, yani uxlayotgan kishiniki hayatiga o'xshash yeniç yetib bundan namoz o'qigan bo'lsa demoqchimdi. Yani ishora qilib namoz o'qigan bo'lsa. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah Teala bizga manfaat kelib qilsin. Bugünkü dersimiz bu şekilde. Ama mühim ahkamla okul vatandaşı mı şu derslerini o ben özleştirmeyiz arkadaşlarımız. Allah razı olsun. Amin.